Ustoz uylanmoqchi bo'lgan bola nima qilishi kerak degan narsani beruvdi. Shunda ustoz aytganlar, uylanmoqchi bo'lgan bola ozgina o'zi ham ilm olishi kerak. Nimaga? Urush, to'polon, janjal nimadan kelib chiqadi? Ilmsizlik. Bir tomon pastga emas. Bu men olaman deydi, bu men o'taman. Lekin Alloh taolo Qur'onda aytadi, ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Ya'ni erkaklar ayollarga xo'jayindir. Shuni esdan chiqarmaslik kerak ayol. Bu degani ayollarni qul darajasiga olib tushmas emas. Shunchaki hamma o'z o'rnida bo'lgani yaxshi. O'shanda o'rtalar buzilmaydi. Ozgina ilm olishi kerak va erkak kishi asosan ilm olishi kerak. Chunki nimaga? U ayol, ya'ni qiz o'qimasdan kelsa, har xil oiladan keladi. O'qimasdan keladigan bo'lsa yoki ilmsiz holatda keladigan bo'lsa, er o'rgatadi. Erkak kishi aytmasinki, sen otangni uyga o'qib kelishing kerak edi, otang o'rgatmagan. Yo'q. U senga o'tdimi? Bo'ldi. U seni zimmangda. Sen o'rgatishing kerak.